Bu storieslarda, bu videolarda ko'rayotgan smartfonlaringiz osonlik bilan eng ideallari ko'rsatilyaptimi, lekin orqasida ming mashaqqat yotadi. Bizning xodimlarimiz chet ellarda kerak bo'lsa ishlamasdan faqatgina smartfon yig'ishadi. Magaram sizni rozi qilishlik uchun biz bir smartfonni tekshirish mobaynida ipidan ignasigacha tekshiramiz va muvaffaqiyatli tekshiruvdan o'tsa, o'zimiz mana shu smartfonni ishlatsak, rohatlansak, keyin sizga taklif etamiz. Shunday ekan siz oldin smartfonga kelishmaysiz, smartfonni tekshirmaysiz, smartfonni tanlamaysiz. Hamma narsani biz qilamiz. Siz esa faqatgina rohatlanib ishlatasiz. Assalomu alaykum. Bugungi eng arzon va qulay narxlar sizlar uchun. Xo'p, bugun iPhone'lar narxini tushiramiz. Haqiqatda chegirma qilamiz. Bor yo'g'i $420 128-85 foizli ideal radno holatda iPhone 3 Pro. 64 GB 64 GB 87 foizli $250 ga iPhone 1 Pro o'ta ideal holatda. 850 dan kam sotilmayotgan Galaxy S25 Ultra $835 ga Dubay regionida ikkita sim kartali ideal holatda. Bu bardoshlilik darajasi mukammal bo'lgan Honor X7D ishonchli hamroh mukammal tanlov. 6 ga salafanlar olinmagan $125 ga tasavvur qilyapsizmi? Haqiqiy arzon narxni his eting. Note 15 ekranlari qayrilgan, o'zi yaqindagina chiqdi. Hali bir hafta 10 kun bo'ldi xolos, lekin ideal variant kirib keldi. $169 ga. Dunyoning eng bardoshli noyob rangdagi X9D smartfoni bugun yangidek holatda $260 evaziga. Bugun Galaxy S23 larni $350 dan qivordik. A+ segmentda faqat shoshiling. S23 ni oling, afsuslanmaysiz. Bu doimiy eng yaxshi tanlov bo'la olishiga ishonaman va bunga sizga katta kafolatni taqdim etaman. $255 ga 128-89% Radno Amerika regionidagi iPhone 12. iPhone 14 Pro ni 256 $500 ga tasavvur qilyapsizmi? Narxlarni solishtirib ko'ring. Bizdan arzon joyini topsangiz, biz sizga inshaalloh shunaqa narxda даже o'zimiz olamiz. Qarang, $666 ga iPhone 15 Pro Max Natural Ideal Radno 256-84%. iPhone 3 Pro ni $420 ga A+ segmentda yangi variantda. Bugun Dubaydan bizga price list tashlashdi. O'zbekistonga rastamoshka to'lovlari bilan 430 dan tan narxi kirib kelar ekan. 400 ga nima qilib beryapman? Optim. Bitta olganda 100 ta 50 ta oladigan narxdan ham arzon qilib berilyapti. $380 evaziga iPhone 14 ni 128-91% o'ta yangi holatda. 13 ni narxida 14. 10 ni kelganda aytish joiz. 14 batareyasi quvvatlilik jihatda birinchi o'rinda turadi iPhone tarixida. iPhone 7 Pro ni orange rangi e'tibor markazida bo'ling. $1230 ga mukammal tanlovni taklif etaman. $200 ga iPhone 1 idealni, $160 ga iPhone XS ni 100 batareyali variantini taklif etaman. Bugun ultra imkoniyatlarni beraman. O'ziga xoslik, burgundi, islomiy, yashil, klassik uslub qora, mukammal tanlov, seryozni uslub qora rangda, oq rangda, hamma rangi borligini ta'kidlayotgan holatda. Bularning A+i eng oxiri 430 dan edi. Bugun esa chegirma narxda 410 dan qo'ydik. Foydalanib qolgan odam yutadi. Bu smartfonlar kabi ideal variantda ishoning hech qayerda yo'q. O'zimga zarur bo'lgan paytda 115 dan ortiq magazinni qidirib ko'rib topa olmagan modelimni chin yurakdan gapiraman. Ishoning, bizdan olishingizga kerak bo'lsa 1000 kilometr bosib kelib olib ketishingizga arziydigan narsada. Nega deysizmi? Bitta telefon uchun ham boraman deysizmi? Kelasiz, nega desangiz, bu smartfon bilan siz uzoq yillar hamroh bo'lasiz. Yaxshi smartfon olishlik bu yaxshi kayfiyat degani. Samsung Galaxy S20 smartfon olishdan ko'ra magazindan smartfon tanlashdan ko'ra magazin tanlash muhimroq hozirgi paytda. Bizda toza ofitsialniy eng yaxshi variantda $175 ga A-, $199 ga A+ ni qilib beraman. Galaxy S20 narx borasida, sifat borasida, qulaylik, kuchli takliflar borasida eng mukammal House Mobile sizni eng to'g'ri tanlovingiz bo'ladi. Flip 5 $299 dan dunyoning eng bardoshli, oldi to'laqonli displey va yopilganda cho'ntak uchun har bir inson uchun mos kela oladigan premium modellar o'ta arzon narxlarda. Aynan iPhone 1 Pro Max ni 256-87% $279 ga shunaqa arzon beryapman. Qalban his qilib gapiraman. O'zim shunaqa narxga olaman shunaqa holati bo'lsa. Talashmasdan, tortishmasdan kerak bo'lsa qo'shib bera olaman. Nimaga aytishingiz mumkin, o'zingiz bundan qimmat olar ekansiz, arzon beryapsiz. Maqsad bu yerda sizni foydangiz emas, sizni barakangiz muhim. Albatta, biz sotamiz, siz rohatlanishingiz kerak, mana shu joydan zo'r qildim, mana shu telefonni olib degan narsa bizni maqsadimizga erishganimizni bildiradi. iPhone 1 ni 128-83% $190 ga, iPhone 3 Pro ni 128-85
$420 bugungi iPhone 13 Pro'lar o'ta arzon. iPhone 15 Pro'ni 256 hurmatli obunachilar, $128.86 lisini $600 olyapman. $580 qilib beraman. Yangidek holatda esini. 14 Pro'ni esa $500 ga 128.84 radnoy holatda. $125 ga iPhone XR'ni No Face ID varianti. Ideal lekin toza. 128 GB 91% $295 ga. iPhone 13 Pro Max'ni 128.98 $485 ga. 500 dan kam sotilmagan. Bugun chegirma narxini olasiz. iPhone 12 Pro 128.94% 95% ekan. Xudo xolasa $295 ga. 300 dan qimmat bo'lgan smartfonda ancha arzon. $145 dan S15 ni A- 139 gacha qilib beriladi. A+ esa как новый bo'ladi. Bu telefonlar tugamaydigan telefonlar. Afsuslanmaysiz, olasiz, rohatlanasiz. Smartfonlar sizga haqiqiy yoqimli imkoniyatlarni eshigini ochadi. Aura rangda $175 ga tugamaydigan smartfon. Mukammal segmentdagi smartfon. Bugun bor, ertaga yo'q bo'ladigan model mana shu S10 Plus bo'ladi. Oddiy S10 Plusni 128 talisini 185 sotamiz. Bugun esa oddiy bas, keramikadan ishlangan, shuni hisobiga smartfon qandaydir og'ir, qanaqadir bagatiy narsa. Rangingiz ham takrorlanmas oq rangda. 512 tali $180 dan 128 talidan arzon narxga qancha qo'shimcha takliflar bilan berilayotgan modellarni qadriga yetib olishingizni so'rayman. $248 dan A+ segmenti S21 Plus modellari. Bugun bu modellarni olar ekansiz, o'zingizni razmeringizga mos, ixcham, katta bo'lmagan, kichik bo'lmagan noyob modelni tanlagan bo'lasiz inshaalloh. S21larni inshaalloh 210 dan qo'yardim A+larini. Foydalanib qolishingizni so'rayman. 195 dollarda A-lari, A72 ni A+ $138 ga, A16 256 lisi $139 ga, Infinix Note 50 Pro $195 ga, Poco F3 5G 6 ga 128 tali ideal natural rangda $139 ga, A73 $140 ga, 72 ni narxida $75 ga A13 puliga 100% stoyishi smartfon. Bizda Huawei Pura 80 Pro $1200 smartfonda bor yo'g'i $750 evaziga taklif etamiz. Bizda Pura 80 modelini Pura 70 narxida $460 ga qilib beraman. Hattoki bizda Pura 70 Ultra modeli ham bor. 12 ga 16 ga 512 tali. Bularni hozir ko'rsatganlar hammasi 512 tali. Aynan bu modelni $1000 ga yaqin sotamiz, rabochiysini $590 ga oddiy S23 Ultra narxida qilib beraman. Xudo xolasa aytib o'taman. O'zbekiston bo'yicha mana o'zimiz optimal kelamiz. A56 da eng qulay narxlarda. Smartfonni men sizga taqdim etayotgan narxda O'zbekistonga kirib kelayotgan narxi 355 keladi. $325 dan qo'yaraman. O'zbekistondagi eng ishonchli, rasman 1 yillik kafolatli Samsung ofitsialniy dileri biz. Hattoki bu optim tarqatilayotgan narxdan $30 arzon. Inshaalloh bizni tanlasangiz, yangi smartfonlarni ham, ikkinchi qo'l smartfonlarni ham eng qulay narxlarda beramiz.